Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Bugun biz sizlar bilan farzandlar va ota-onalar munosabatlari haqida gaplashamiz. Ota-onalar o'z farzandlari bilan hamisha faxrlanishni xohlashadi. Hamisha ular orzularidagidek inson bo'lishlarini istashadi. Hozirgi zamonning juda tezkorligi, axborotning haddan tashqari ko'pligi bolalarda va ota-onalarning o'rtasidagi munosabatlarga ta'sir ko'rsatyapti albatta. Juda ko'p marta ota-onalar bilan suhbatlashganimizda farzandlarni tushuna olmayotganliklarini, farzandlardagi holatlar ularni juda ham qo'rqitayotganliklari haqida aytib qolishadi. Ularni eplab bo'lmayotganligi haqida gapirishadi. Lekin hurmatli ota-onalar, farzandlarni biz katta qilayotgan ekanmiz, ularga juda ko'p bog'langan orzular borligini hammamiz ham bilamiz. Ularga ko'p narsalarni, o'zimizdagi orzularni ularga bog'lab qo'yishni xohlaymiz. Ya'ni o'zimiz erisha olmagan narsalarni bolalarimiz tomonidan erishishga harakat qilamiz. Men ko'p ota-onalar bilan gaplashganimda shu savolni javob beraman. Siz orzuyingizdagi holat bolangizning orzusidagi holatga to'g'ri keladimi? Siz nimani istaysiz, bolangiz nimani istaydi? Bolangizdan so'rab ko'rdingizmi, nimalarni istashini? Farzandlarimiz shu darajada rivojlanganki, hattoki men nima deb o'ylayman, farzandlarimiz bizga ustoz bo'lib kelishgan deb o'ylayman. Chunki ularning dunyoqarashi umuman boshqacha. Ular boshqacha fikrlashadi. Umuman fikrlari boshqa ularning. Dunyoqarashi boshqa. Ularning orzu-umidlari umuman o'zgacha. Shuning uchun ota-onalarga e'tiroz bildirganlarda men doim shunday deyman. Bugun borib farzandingiz bilan astoydil suhbatlashing. Uning orzu-umidlarini eshiting. U nimani xohlaydi? U nimani istaydi? Bilasizmi, hozirgi bolalar ko'pincha ota-onalarning orzularini ro'yobga chiqarishni xohlashadi. Lekin o'zlarining orzularini eng oxiriga surib ham qo'yishadi. Shunday paytda aytaman: bolalarim, sizning orzuyingiz qanday? Siz nimani xohlaysiz? O'zingiz nimani xohlaysiz? Yana shunday deyman ota-onalarga: uyingizga borib astoydil gaplashing bilan, orzularini biling. Agar uni orzulari siz istagandek bo'lmasa, hatto kulgili bo'lsa ham, hatto qayerdadir siz jahlingizni chiqarsa ham, shunchaki gapini bo'lmang, oxirigacha eshiting. Hech qachon farzandingizni orzusini ustidan kulmang, hech qachon. Bolaga bu juda og'ir zarba bo'ladi. Shunchaki eshiting. Hamma gapini gapirib bo'lgandan keyin o'z fikringizni bildiring. Shunda ham hech qachon uni ustidan masxara qilmang. Bu bolaga juda og'ir botadi. Chunki bilasizmi, ota-ona farzand uchun dunyodagi eng ishongan, eng yaqin insonlari. U ota-onasiga ishonib o'z sirlarini aytadi, ayniqsa onasiga. Endi tasavvur qiling. Eng ishongan onasiga yoki otasiga eng ishonganlari ular o'z orzularini aytganida masxara qilishsa yoki uni eshitishmasa yoki shu ham gap bo'ldimi deb og'zlariga ursa, u kimga ishonsin? Bilasizmi, dunyodan har qanday holatda ham bola uchun dunyodan, odamlardan ko'ngli qolish ota-onadan boshlanadi. Shunchaki uni eshitib ko'rish kerak xolos. Shunchaki ko'zlaringizni katta ochib, nahotki sani fikring shunchalik, bu juda zo'r-ku deng. Ana o'shanda bola siz uchun naqadar muhimligini anglab qoladi. Siz uchun naqadar kerak ekanligini anglab qoladi. U bilan faxrlanishingizni doim ayting, doim. Hatto u sizga xohlaganingizdek a'lochi bo'lmasa ham, eng yuqori ballani olib kelmasa ham, shunchaki u bilan faxrlanishingizni ayting. Bilasizmi, bolalar albatta a'lochi bo'lishlari shart emas. Chunki ularni Alloh sizga bergan, bizga bergan. Farzand ne'matini his qilish esa juda katta oliy ne'mat. Farzandli bo'lish ne'mati bu oliy ne'mat aslida. Sizni farzandingizni ortida turganingiz, farzandingiz bilan yonma-yon yurishingiz, qandaydir maktab yig'ilishlarida
tadbirlarida farzandingizni ortidan borishingiz, bilasizmi, bola uchun judayam katta xursandchilik ato etadi. Xursandchilik bu shunchaki judayam katta mamnuniyat bag'ishlaydi bola uchun. Biz buni hatto tasavvur ham qila olmaymiz. Bola sizni u bilan faxrlanishingizni xohlashingizni his qilib turadi. Lekin eng asosiysi, bola siz bilan faxrlanishni xohlaydi. Kichik yoshdagi bolalarni bir ko'ring. Bog'chaga borganlarida, ota-onalar bog'chaga borganlarida, ota-onalar ularning orqasidan maktabga borganlarida bolalarning ko'zlari charaqlab ketadi. Nega? Chunki u ota-onasi bilan faxrlanadi. Uning ota-onasi dunyodagi eng yaxshi ota-ona. Men buni juda ko'p xizmat, ko'p marta his qilib ko'rganman. Haqiqatan ham o'zim maktabda ishlaganim uchun juda ko'p yillardan beri maktabda ishlayman. Turli xil dunyoqarashga ega bo'lgan bolalar bilan ishlaganimda, ularning his-tuyg'ularini eshitib ko'rganimda, har bitta farzand, har bitta bolalar uchun ota-ona naqadar kerakli ekanligini, naqadar muhim ekanligini tushunib qolaman. Bilasizmi, har bitta inson, har bitta bolalar kim bo'lishidan qat'iy nazar, albatta samimiy insonlardir. Ularning imkoniyatlari juda keng. Faqat biz ko'p joylarga chegaralar qo'yamiz. Buni mumkin emas, uni qilma, bu mumkin emas, ana bu mumkin emas, bunisi mumkin emas. Shunchaki bolamizni eshitib ko'rishimiz kerak xolos. Qayerdadir bolamiz xato qilsa, albatta xato qilishga u haqli. U haqli. Inson xato qilishga haqli. Har bitta bolalarga albatta har birini ko'ziga qarab turib aytaman, sen xato qilishga haqlisan. Hech qisi yo'q. Bu senga dars bo'ladi. Bunga tajriba. Buni albatta fojiaga aylantirish shart emas. Shunchaki bolangizni yaxshi ko'rishingizni ko'proq aytib turing. Payg'ambarimiz alayhisalomni sevgan insoningizga aytib qo'ying, sevishingizni aytib qo'ying, yaxshi ko'rgan odamingizga yaxshi ko'rishingizni aytib qo'ying degan fikrlari juda ko'p miyamda aylanadi. Ko'p o'ylayman bu haqda. Shuning uchun o'zim ham o'zimning farzandlarimga va maktabimdagi farzandlarimga juda ko'p marta aytaman, men sizlarni yaxshi ko'raman deb. Men haqiqatan ham ularni yaxshi ko'raman. Va sizlarga ham buni tavsiya qilgan bo'lardim. Farzandingizni albatta yaxshi ko'rishingizni aytib qo'ying. Har kuni ayting. Shunchaki samimiy ayting. Peshonasidan o'qib qo'ying. Men sizni yaxshi ko'raman bolam deb qo'ying. Bu farzandingizga olam quvonch beradi, ishonch beradi. Qayerdagi xato va kamchiliklariga ko'z yuming demayman. Shunchaki oldingizga o'tirib olib, yuz-yuz gaplashib oling. Hech qachon birovlarning oldida uni tahlil qilmang, hech qachon. Birinchidan bu bolani o'ziga nisbatan va sizga nisbatan ishonchiga putur yetkazadi. Va ota-onalar uni bolalar o'rtasidagi ishonchiga putur yetkazadi. Bu juda ham og'ir holat. Bola albatta o'zi bilan faxrlanishingizni xohlaydi. Ha, bo'lishi mumkin. Qandaydir xato qilib qo'ysa, ha, bo'lishi mumkin. Hech qisi yo'q. Bo'ladi. Ha, bo'lishi mumkin. Men sizni to'g'ri tushunaman. O'zimiz xato qilmaganmizmi? Biz ham xato qilganmiz. Men ham aytaman. Ha, men ham xato qilganman. Xato qilib shu darajaga keldim. Hech qisi yo'q. Bu ham o'tib ketadi. Bunisi ham o'tadi bolam. Hech qisi yo'q. Shunday ekan, Allohim shu farzandlarni bizga bergani uchun behisob hamdlar aytaylik. Bu juda katta ne'mat, cheksiz ne'matlardan biri. Oldingizda ko'zlari charaqlab turgani o'zi juda katta ne'mat. Oldingizda yurgani o'zi juda katta ne'mat. Shunday ekan, ularning boridan, biz bilan xotirjam gaplashib turishlaridan, kulib turishlaridan juda katta ne'mat sifatida qabul qilishimiz kerakligini anglaylik. Har biringizni tabriklayman. Allohning sevgan bandasi. Alloh sizga sevganligi uchun, sizga hamisha qo'llab-quvvatlagani uchun yoningizda turib bersin deb farzandlar ato etibdi. Bu juda ham buyuk ne'mat. Shunchaki farzandingizni eshitib ko'ring. Balkim bugun u bilan urushib qolgandirsiz. Balkim bundan bugun jahlingiz chiqayotgandir. Qayerdadir u sizni eshitmayotgandir. Qayerdadir u sizning fikrlaringizni rad etayotgandir. Bo'lishi mumkin. Shunchaki eshiting. Uni orzularini eshitib ko'ring, u bilan faxrlaning, undan hayratlaning. Shunchaki undan quvoning. Boriga shukr. Quvoning.
Hurmatli ota-ona, bugun yana bir marta o'ylab ko'ring. Farzandlaringiz bilan bugun faxrlaning. Bugun borib quchog'ingizga oling, peshonasidan o'ping. Bolam, xayriyatsan borsan deng. Mahkam bag'ringizga bosib, uni yaxshi ko'rishingizni, u bilan faxrlanishingizni hamisha ayting. Hurmatli ota-ona, azizlarim, bugungi mavzuyimiz bo'yicha nima fikrlaringiz bo'lsa, fikringizni yozib qoldiring. Bu men uchun juda muhim. Sizni qaysi mavzular ko'proq qiziqtiradi? Shu mavzular bo'yicha suhbatlashishga tayyorman. Sog' bo'ling.